Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu mening tilim blogi va men Shahzod Jo'rayev sizlar bilan yana bir bor g'oyibona ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. YouTube uchun video tayyorlashni ancha sog'ingan edim, chunki ayni paytda biz asosan Instagramda faoliyat ko'rsatyapmiz. Instagram demak talablari bilan YouTube'niki biroz farq qiladi, bilasiz. Instagramda 1 yoki 2 daqiqada barcha ma'lumotlarni yetkazishga majburmiz, chunki demak ko'rishlar soniga bu ta'sir qiladi. YouTube'da esa bu borada imkoniyat kengroq. Siz bu yerda asarlarni bemalol uzundan uzun tahlil qilishingiz, ular haqida to'liq fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Shuning uchun ham YouTube'ni boshqacha yaxshi ko'raman. O'ylaymanki, tahlillarimizni siz ham sog'ingansiz. Bugun mana shu sog'inchlarni bir chiqaramiz va Kafkaning Evrilish asarini birgalikda tahlil qilamiz. Nima uchun aynan bu asarni tanladim? Sababi xabaringiz bor, milliy sertifikat uchun talab qilinadigan 40 ta adabiyotlar ro'yxatida endi bu asar ham bor. Ro'yxat o'zgardi va ana shu o'zgarishni shaxsan o'zim ijobiy kutib oldim. Chunki yangi ro'yxatda yoshlar o'qishi kerak bo'lgan foydali adabiyotlar, jahon asarlari, durdonalari o'rin olgan. Ulardan bittasi aynan Evrilish asari. Lekin juda ko'pchilik o'quvchilar bu asarni o'qiganlaridan keyin tushunishmaganini, syujet ularga g'alati tuyulganini, biroz mujmal ekanini aytishyapti va shuning uchun ham bu tahlilni tayyorlashga harakat qildim. Bundan tashqari bu asar tahlili pedagoglarimiz uchun ham foydali bo'lishidan umidvorman. Tahlilni boshlashdan oldin eslatib qo'ymoqchiman. Milliy sertifikat uchun tayyorlov kurslarimiz onlayn, offlayn shakllari bo'yicha ma'lumot olish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bundan tashqari bizga savollaringiz bo'lsa, qandaydir agar tezroq javob olishni istasangiz, biz Instagramda ham faoliyatimizni olib boryapmiz. Bu yerdagi sahifamizga ham obuna bo'lsangiz, xursand bo'lardik. Siz bilan aloqa qilishimiz, savollaringizga javob berishimiz osonroq kechgan bo'lardi. O'ylaymizki, bu kanallarimizga va sahifalarimizga ham obuna bo'lasiz. Iltimosimizni yerda qoldirmaysiz. Agar tayyor bo'lsangiz, tahlilni boshladik. Badiiy asarni tahlil qilishda bir nechta tamoyillarga amal qilish darkor. Shu tamoyillardan bittasi bu, demak, yozuvchining biografik jihatiga e'tibor qaratish va shu asosda asarni tahlil qilish. Nima uchun bu tamoyilni eslayapman? Sababi Evrilish asarini tahlil qilish uchun Franz Kafkaning shaxsiyatiga chuqurroq nazar tashlash kerak. Bu yozuvchi Chexiyada tug'ilib katta bo'lgan. Uning otasi bilan bo'lgan munosabatlari uning ijodida juda katta demak ta'sirini o'tkazgan. Nima uchun? Otasi kichik fabrikaga ega bo'lgan tadbirkor edi Franz Kafkani va uning o'g'lidan unchalik ham ko'ngli to'lmagan. U Franz Kafkani o'zining sulolasini, obro'-e'tiborini, shon-shuhratini yetarlicha davom ettira oladigan darajadagi inson deb bilmagan va shuning uchun ham otasini shaxsiyati oilada kattaroq o'rin egallagani uchun Kafka o'zini oilasida ham qulay his qilmagan. U o'zini oilasi uchun kerakli inson deb bilmagani uchun va keraksiz insonga aylanib qolishi haqidagi qo'rquvlari borligi uchun asarlarida mana shu qo'rquv aks etgan. Umrini oxirigacha deyarli og'ir xastaliklar bilan kurashgan ijodkor jismoniy jihatdan unchalik ham baquvvat bo'lmagan. Tabiiyki, bu jihat ham uning otasiga ma'qul kelmagan va ana shu ziddiyatlarni mana shunday ruhdagi asarlarni yaratishga majbur qilgan. Agar siz uning otasi bilan munosabatlariga qiziqsangiz, Franz Kafkaning Otamga maktublar asarini ham o'qishingizni tavsiya qilaman. Bu asar ham uning shaxsiyatini chuqurroq tushunib yetishingiz uchun sizga albatta yordam beradi. Kafkani nafaqat otasi bilan bo'lgan munosabatlarda, balki oilaviy, shaxsiy munosabatlarda ham omadli deb bo'lmasdi, chunki aytishlariga qaraganda uning sevgilisi bilan bo'lgan munosabatlari ham muvaffaqiyatli yakunlanmagan. Ayni mana shu to'plamda uning sevgilisiga yozgan maktublaridan ham buni bilishingiz mumkin. Ana endi Evrilish asariga qaytsak, bu asar syujeti nima bilan boshlangan edi? Gregor Zamza to'satdan uyg'onadi, hasharotga aylanib qolgan edi. Eng zaruriy ehtiyojlarini o'zi amalga oshira olmaydigan darajada ojiz bir hasharotga aylanib qolgan edi. Franz Kafka nima uchun o'z personajini asarning boshidan bunaqa ahvolda demak yozdi yoki shunaqa tasvirladi? Sababi Kafka yetkazmoqchi bo'lgan demak g'oya biz jamiyatimizda shakllantirgan g'oyadan biroz farq qiladi. Biz odatda hayotda bizni minnatsiz, hech qanday manfaatsiz yaxshi ko'rishi mumkin bo'lgan yagona insonlar bu oilamiz deb his qilamiz va ta'kidlaymiz, lekin Kafkaning qarashlari biroz boshqacharoq. Kafkani nazarida bu dunyoda hamma, hattoki oila a'zolaringiz ham sizni qaysidir manfaat
bera olganingiz uchungina qadrlashadi. Ularga siz qaysidir afzalliklaringiz uchungina keraksiz. Evrilish asarida ayni mana shu g'oyani yozuvchi sizga yetkazmoqchi bo'ladi. Gregor Zamza ertalab uyg'ongan edi, hasharotga aylangan va shundan so'ng uni oilasi bilan munosabatlari yomonlashishni boshlaydi. Shundan so'ng u o'zini keraksizdek his qilishni boshlaydi. Ungacha vaziyat qanaqa edi? U oilasini asosiy boquvchisi edi. Oilasiga doimiy daromad keltirardi, singlisini o'qishi uchun investitsiya qilishni mo'ljallashtirayotgan edi. Otasining ishlashiga hojat qoldirmagan edi va mana shu voqealardan so'ng to'satdan ertalab u mana shunday hasharotga aylanib qoldi. Nima uchun aynan hasharot? Chunki insonning aytaylik o'ralashib qolishi mumkin bo'lgan salbiy illatlari, aytaylik orttirishi mumkin bo'lgan juda aytaylik yomon illatlari ayni mana shu hasharotning harakatlarida aks ettirilgan. Aytaylik, unga odatiy pishirilgan ovqatlar yoqmaydi, aynigan nimadir yegisi keladi, devorda o'rmalab yurgan paytda o'zidan jirkanch, shilimshiq qanaqadir moddalar ajratadi. Insonni ko'rgan paytda beixtiyor jirkanchga majbur qiladigan xislatlarni, aytaylik, xislat desak bu ijobiy ma'noda bo'ladi, aytaylik odatlarni orttirib olgan edi va ana shu jihatlar aytaylik keraksiz insonda bo'lishi mumkin bo'lgan jihatlar. Ya'ni bu gap bilan Kafka inson bir kun kelib qandaydir illatlarga o'ralashib qolsa, yomon odatlar orttirib olsa, oilasi undan bezishni boshlaydi. Oilaga bu inson manfaat keltirayotgandagina qadrli edi demoqchi. Bu asarning qimmatli jihati ham ana shunda. Qahramon o'zining fikrlarini sizga to'la-to'kis yetkazadi. U ayni shu jarayonda nimalarni his qilyapti? O'zini keraksizdek his qilishni boshlagandan keyin uning ichida qanaqa ichki kechinmalar o'tyapti? Gregor Zamza o'sha tushlikka taklif qilinmaganini eslang. Oilasi dasturxon atrofida ovqatlanib o'tirishganida uni taklif qilishmagani unga qanchalar og'ir botgandi, yoki singlisi xonasidagi mebellarni olib chiqib ketayotgan paytda u o'zini qanaqa his qilayotgandi, otasi unga olma uloqtirganda, uni kaltaklaganda qanaqa his qilgandi o'zini. Mana shu hissiyotlarning hammasi bu asarning badiiy qiymatini oshiradi. Ya'ni yozuvchi bu jarayonni shunchaki tasvirlayotgani yo'q. Bu jarayonda o'sha personajning ichidan qanaqa kechinmalar o'tayotganini batafsil tasvirlaydi. Voqealar qanday rivojlandi? Hasharotga aylanib qolgan qahramonimiz dastlab ishidan ayrildi, uning oilasi uning o'rniga ishlashni boshladi. Dastlab unga parvarish kerak deb o'ylashdi, unga yaxshi qarashga harakat qilishdi, uni och qoldirmaslikka, uni ehtiyojlarini qondirishga harakat qilishdi va bora-bora bundan oilasi charchashni, zerikishni boshladi. U asliyatga qaytmadi va qahramonimizni yolg'iz tashlab ketishga majbur bo'lishdi va shundan so'ng u ochlikdan o'ldi. Uni jasadini xizmatchi o'z bo'yniga oldi yo'q qilishni va oilasida yangi rejalar, yangi umidlar paydo bo'ldi. Ular qahramonimizsiz yaxshi hayot kechirishga, undan aytaylik xalos bo'lishganidan keyin hayotlari yaxshi tarafga o'zgarishga umid qilib yangi safarga otlanishdi. Bu bilan biz qaysi achchiq haqiqatni tushunishimiz mumkin? Kafka bizga aytmoqchi bo'lgan g'oya nazarimda sizsiz ham bu dunyo hayotni davom ettirishda muammoga duch kelmaydi. Sizsiz ham yaqinlaringiz yashayveradi. Sizsiz ham quyosh chiqadi, yer o'zi o'q atrofida aylanadi. Sizsiz ham yaqinlaringizni yangi rejalari, yangi maqsadlari paydo bo'laveradi demoqchi. Ya'ni inson bu yer sharida shunchalik arzimas qadr-qimmatga ega Kafkani nazarida. Ana endi o'quvchilarimizni nima uchun bu asarni tushunishga qiynalishlariga to'xtaladigan bo'lsak, chunki biz asosan sharq tarbiyasi bilan katta bo'lganmiz. Bizda oila muqaddas dargoh deb hisoblanadi. Bir-birimizga mehr-oqibat ko'rsatish, g'amxo'rlik qilish eng asosiy tamoyillardan deb o'rgatiladi va biz shunga kundalik hayotimizda amal qilishga harakat qilamiz. Biz doim onamizdan, otamizdan mehr va muruvvat, aytaylik g'amxo'rlik his qilamiz va shuning uchun ham bu asardagi bo'layotgan voqealar bizga bir qadar erish tuyuladi. Lekin nima uchun bu asarni o'qishimiz kerak? Sababi siz kitobxon sifatida bunday asarlarni o'qir ekansiz, bir chex yozuvchisini yoki umuman o'sha g'arb insonini ichidan o'tayotgan kechinmalarini, ularning oilaga nisbatan qarashlarini, ularning yaqinlariga nisbatan aytaylik qarashlarini, fikrlarini demak o'rganasiz va tahlil qilasiz va shundan so'ng ikki tarafning bir-biridan farqlarini anglay boshlaysiz. Bu sizni ma'lum bir mamlakatning yoki mintaqaning dunyoqarashidan, g'oyalaridan xabardor etadi.
Va shuning uchun ham bu asarni o'qishingiz va tahlil qilishingiz, balki menikidan farqli bo'lgan fikrlaringizni bayon etishingiz bu sizning faqat va faqat foydangizga ishlaydi. Agar sizda bu asarga oid bo'lgan qandaydir fikrlar, izohlar bo'lsa, sharhda izohlar qismida yozib qoldiring. Biz har bitta fikringizni o'qib chiqamiz. Bizga hammaning fikri juda qiziq. Keyingi videolarda siz ana shu 40 talik ro'yxatdan qaysi asarni yoki umuman bu ro'yxatdan tashqari qaysi asarni tahlil qilishimizni istaysiz? Bu haqidagi fikrlaringizni ham kutamiz. Bizni Instagramda va Telegramda kuzatib borishni unutmang. Onlayn va offlayn darslarimiz orqali milliy sertifikat uchun tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram orqali bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bugungi tahlilimiz siz uchun manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi darslarda va tahlillarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.